Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov matbuot anjumanida davlat rahbari ishtirokida bo'lib o'tgan va shu haftaga rejalashtirilgan tadbirlar haqida ma'lumot berdi. Shuningdek, jurnalistlarni qiziqtirgan bir qator savollarga javob berdi. 2 avgust kuni Prezident Toshkent shahrida issiqlik ta'minoti tizimini modernizatsiya qilish loyihasi bilan tanishdi. Ma'lumot o'rnida shuni aytish kerakki, poytaxtimizdagi 12 ta markaziy va 180 ta mahalliy qozonxona, 2000 km magistral va tarqatish quvurlari eskirgan. Bu juda katta energiya sarflanishiga, xizmat sifati yomonlashishiga olib kelmoqda. Avariya holatlari ham ko'p uchramoqda. Aholining bu boradagi e'tirozlari o'rinli. O'tgan yil va shu yil davomida bu masala bo'yicha aholidan 6330 ta murojaat kelib tushgan. Tosh issiq quvvatli davlat unitar korxonasi qarzga botgan, 869 milliard so'm zarar bilan yakunlagan. Prezidentimiz bu masalada juda chuqur o'ylab, ish tutish, boshqa shaharlar tajribasini tahlil qilib, eng yaxshi to'xtamga kelish zarurligini ta'kidlab o'tdilar. Shuning uchun taqdimot qilingan loyihani avval Toshkent shahridagi mavzelardan birida sinovdan o'tkazilish ko'rsatmasi berildi. Sherzod Asadov Prezident Mirziyoyevning 5-6 avgust kunlari Turkmanistonga amaliy tashrifi va Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining maslahat uchrashuvi tafsilotlariga ham to'xtaldi. O'tgan haftada Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining maslahat uchrashuvi bo'lib o'tdi. Va bu uchrashuv uchun joy sifatida aynan Turkmaniston tanlanishida qandaydir ramziy ma'no bormi? Umuman olganda, mintaqa davlatlarini doimiy o'sha integratsiyaga undab kelayotgan O'zbekiston uchun o'zini betaraf deb e'lon qilgan Turkmanistonni birlashuv jarayonlariga jalb qilish qanchalik oson kechyapti? Navbatdagi maslahat uchrashuvi o'tgan yil bo'lib o'tishi kerak edi. Afsuski, pandemiya sabab bu uchrashuvni joyi va muddati o'zgardi va bizlar juda ham minnatdormiz Turkmanistonlik hamkorlarimizga, Turkmaniston davlat rahbariga aynan mana shu maslahat uchrashuvini avazada o'tkazish tashabbuslari bilan chiqqanlari uchun. Demak, bu tashabbus avvalambor Turkmaniston hukumati tomonidan kelgandi va qolgan 4 ta Markaziy Osiyo davlatlari bu tashabbusni qo'llab-quvvatladi. Hurmatli prezidentimiz maslahat uchrashuvlarini tashabbuskori sifatida turkman hamkorlarimizni bu takliflarini mamnunlik bilan qabul qildilar. Umuman olganda bu uchrashuv ham tashkiliy ham mazmun jihatdan avazada juda yuqori darajada o'tdi. Buni o'zlaringiz ham ommaviy axborot vositalarida tarqatilgan materiallar bo'yicha demak guvohi bo'ldingiz. Davlatlarning xalqaro munosabatlari, davlatlarning neytral statusiga keladigan bo'lsak, bu endi avvalambor harbiy siyosiy bloklarga nisbatan neytrallik hisoblanadi. Bizani do'st Turkmaniston davlati xalqaro munosabatlarni juda faol subyektlaridan biri. Va biz albatta bunday tashabbuslar Turkmaniston tomonidan kelganda doim buni qo'llab-quvvatlaymiz. Va umuman olganda Markaziy Osiyo faqatgina o'zi birlashganda juda katta kuchga aylanishi mumkin. O'tgan haftaning yana bir muhim voqeasi 7 avgust kuni Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi siyosiy kengashining navbatdagi majlisi bo'lib o'tdi. Siyosiy kengash a'zolari Shavkat Mirziyoyevni prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatishdi. Sherzod Asadovning aytishicha, ushbu masala partiyaning bo'lajak syezdida ko'rib chiqiladi. Matbuot anjumanida shu hafta prezident ishtirokida bo'ladigan rasmiy tadbirlar haqida ham ma'lumot berildi. Unga ko'ra 9 avgust kuni neft va gaz sohalari bo'yicha yig'ilish o'tkazilishi, shuningdek hafta mobaynida Toshkent viloyatida ishlab chiqarish sohalarini rivojlantirish, Surxondaryo viloyatida ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash hamda yo'l bo'ylarida amalga oshiriladigan loyihalar bo'yicha taqdimotlar rejalashtirilgan. Bundan tashqari prezidentning tadbirkorlar bilan ochiq muloqotiga ham qizg'in tayyorgarlik ko'rilmoqda. 8 avgust 18:00 xabarlariga ko'ra, demak, shtabga 13 mingdan ziyod murojaatlar kelib tushgan. Bu murojaatlarning 87% demak individual xarakterga ega bo'lgan murojaatlar, ya'ni tadbirkorlar tomonidan asosan loyihalarni demak moliyalashtirish, yangi subsidiyalar, kreditlar olish bilan bog'liq muammolar, albatta yer munosabatlari bilan bog'liq muammolar ham bildirilyapti va shuni alohida ta'kidlab o'tmoqchi edimki, mana shu 2-3 hafta davomida Respublika shtabi tomonidan mazkur tadbirga tayyorgarlik ko'rish shtabi tomonidan anchagina ish hududlarda ham amalga oshirildi va mana shu kelib tushgan murojaatlarini shtab ma'lumotlariga ko'ra 56% joylarda hal qilindi.
Prezident matbuot kotibi keng jamoatchilik, ayniqsa jurnalistlar orasida katta rezonans bo'lgan Qalampir.uz bosh muharriri o'rinbosari Feruza Najmiddinovaga qarshi uyushtirilgan ta'ziqqa ham o'z munosabatini bildirdi. Bunday fake'larni tarqatuvchilar ijtimoiy tarmoqlarda bular birinchi navbatda biza bularni prezidentimizni mana shu ochiqlik, oshkoralik siyosatlariga nisbatan tajovuz qiluvchilar va bizning ishimizga tahdid soluvchilar sifatida, ya'ni bizning deganimda jurnalistik hamjamiyatni nazarda tutyapman. Ularni mana shunday biz demak sifatlaymiz va shu o'rinda men yana bir chaqiriq qilmoqchi edim. Ishonchim komil, demak huquq tartibot organlari tez orada mana shu fake'ni ortida turgan odamlarni topib, ularga qonunda belgilangan jazoni beradi. Matbuot anjumanida Sherzod Asadovga Yevropa yoki Amerika Qo'shma Shtatlari vaksinalarini O'zbekistonda ishlab chiqarish rejasi bor yo'qligi yuzasidan ham savol berildi. Respublikamizni farmatsevtika sohasiga mas'ul bo'lgan agentlik tomonidan Moderna, AstraZeneca va Pfizer vaksinalarini ishlab chiqaruvchi kompaniyalarga murojaatlar jo'natilgan. Bu vaksinalarni ishlab chiqarishni O'zbekistonda yo'lga qo'yish bo'yicha, lekin o'zlariz ham guvohi bo'lib shuni kuzatayotgan bo'lsangizlar kerak, afsuski bu 3 ta yirik vaksina ishlab chiqaruvchi kompaniyalar hozir dunyoning boshqa davlatlarida vaksinani ishlab chiqarishga uncha ham shoshilmayapti. Lekin eng asosiysi mana shu dialog bu kompaniyalar bilan qo'yilgan.